Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolingiz? Yaxshimi, obdan turibsizlar? Bugun 1-oyning 26-kuni azroq parang qilg'ash o'tirayli. Yaqindan buyon Amerika saylimi oxirlashib, Joe Biden apandim Aqsaroyga kirib o'tirgan bo'ldi. Prezident Trump apandim Filadelfiyadagi o'zining shaxsiy dachasiga ketib qoldi. Ham u yerda maxsus bir ishxona ichib, munosabatli xizmatlarni bajarib yetibdi. Atrofida alohida tarbiyalangan qo'g'dug'uchi qismlardan 6-7si qo'g'dab turib yetibdi, xizmatchilardan boshqa. Aytishlarga qaraganda hozir Amerika davlatining ma'muriy huquqi o'tkinchi bosqichda turib yetibdi. Washington DC bo'lsa, harbiylar qurshab turayotgan cho'ng turmaga o'xshab qolibdi. Amaliyotda Washington DC chet elning bir zimini bo'lib hisoblanadi. Prezident Trump apandim o'zining ma'muriy huquqini harbiy tarafga o'tkazib berib yetibdi. Harbiy taraf bo'lsa Washington alayda rayonini kontrol qilyapti. Bunda aytganda Aqsaroyga kirgan Joe Biden apandimning ma'muriy buyruqlari bir shakl bo'lib ko'rinib turadi ekan. Nima uchun bunday bo'ladi deganda 1860-yildan 1865-yilga qadar Amerikada ishga urush bo'lgan. 1861-yili 3-oyning 4-kuni Prezident Lincoln apandim ikkinchi qitimliq prezident bo'lib saylangan vaqt ekan. 1789-yili 3-oyning 4-kuni Amerika federal hukumati birinchi qitimliq federal yig'inni ichish bilan birga Amerika asos qonunini amallashtiribdi. U chog'dagi Amerika poytaxti bo'lsa New York ekan. Balkim buni ko'p kishilar bilmasligi mumkin. Shu chog'da Amerikaning poytaxti New York ekan. Keyin New Yorkdagi poytaxtini New York shahrining janubidagi Philadelphia degan shahriga yetkazib kelibdi. Uningdan keyin Philadelphia'dagi poytaxtini Washington shahriga yetkazib kelibdi. Demak, Amerikaning poytaxti bir qancha qitim yetkazilgan. Keyin 1871-yili Washington alayda rayon, ya'ni hozirgi Washington DC paydo bo'ldi. Nima uchun 1871-yili Washington DC poytaxtiga aylanib qoldi deganda, sababi Amerika ishga urush bo'lgan mezgilda Amerika hukumatining xazinasi qurg'izilib qolgan. Biz oldin qitimdagi xabarimizda bu gapni tushundirgan. Shuning bilan Amerika hukumati Yevropadagi bankirlardan qarz olishga to'g'ri keladi. Bankirlar qarz berish uchun Washington shahridan bir parcha yer chiqarib berishni hamda shu yerga bir hukumat qurib berishni shart qilgan ekan. Shuning bilan Amerika poytaxti Washingtonga yetkilib, shu vaqtdagi Amerika davlat majlisi xalqning huquqini va asosiy qonunni Washington DC'da qurilgan hukumatga topshirib beribdi. Shuning bilan Amerika Cumhuriyet davlati Washington DC'da qurilgan haddidan tashqari cho'ng bo'lgan bir shirkatga bo'ysunadigan bo'lib, hamda qarziga ega bo'libdi. Shu mezgildan boshlab Amerika Cumhuriyet davlati o'zining asosiy qonunidan ayrılib qilib, Amerika xalqining huquqi Washington DC'da qurilgan Amerika shirkati tarafidan kontrol qilinadigan bo'lib qoldi. Shu chog'dan boshlab Amerika xalqi o'ziga tegishli bo'lgan huquqidan va asosiy qonundan ayrılib qolgan ekan. Amaliyotda Washington DC rayonining qo'llanayotgan qonuni bo'lsa, Rim qonuni. Amerika davlatining 50 shtati Washington DC shirkatiga bo'ysungan bo'lsa, bu shirkatni kontrol qilayotgan xo'jayinlar hammasi chet elda, ya'ni chet davlatdagi kuchlar Washington DC alayda rayonini boshqaradi ekan. Washington DC bo'lsa, chet el kuchlarining vakolatchi o'rnida Amerika davlatining har qaysi shtatlarini va shaxsiy mol-mulklarini boshqarib kelgan. Amerikaning zimini bo'lsa, Washington DC'ning mol-mulkiga aylanib qolgan. Vaqtning o'tishi bilan bu shaharning o'rni Amerika davlatiga 50 shtatlarning o'rniga o'xshash ayrim bir shtat darajalik shaharga aylanib qolgan. Bu xuddi davlatning ichidagi yana bir kichik davlatga aylanib qolgan. Ochiq qilib aytganda, Washington DC bo'lsa, chet el davlatlarning zimini deb aytishim bo'ladi. Ya'ni bunday qilib aytganda, bir davlatning chet el davlatda turayotgan konsulxonasiga o'xshaydi. Ya'ni Angliya kontrol qilib turayotgan Amerikadagi Angliyaning vakolatchi o'rni. Dunyoda Washington DC'ga o'xshaydigan 3 yer bor ekan. Birinchisi Washington DC, ya'ni Amerika davlatining ichidagi bir kichik davlat. Bu Washington DC'ning yer ko'lami taxminan 2 kvadrat kilometr. Bu zimin Amerika davlat ichida bo'lsa-mu, lekin Amerika davlatiga mansub emas ekan. Amerika davlatiga nisbatan chet el davlati. Ikkinchisi bo'lsa London shahri, City of London. Bu London shahrimi Angliya davlatiga qaramaydi ekan.
Angliya davlatining ichidagi yana bir davlat. Uchinchisi bo'lsa Vatikan, ya'ni Italiya davlatining ichidagi davlat. Bu Vatikan davlati Italiya davlatiga qaramaydi. Bu 3 o'rin nima uchun alayda rayon bo'lib olgan desak, Vatikan Amerika davlatini kontrol qilib olgan. Ayni vaqtida Amerika davlatining puli yo'q bo'lib, Yevropa davlatining qarz olmoqchi bo'lgan. Qarz olish jarayonini biz oldin qitimdagi xabarlarda anglatgan. Amerika davlati bu qarz pulni qayerdan olgan desak, Angliyaning London bankasidan olgan. Qarz berguvchi kim o deganda, qarz berguvchi Vatikan. Vatikan berdigan qarz pulni Angliya bankasidan bergan. Shu orqali tadrijiy holda Vatikan Amerika davlatini kontrol qilib olgan. Hamda Angliyadagi London shahri qandaqsiga Vatikanning tavalligiga o'tib qolgan desak, Angliya davlatimi topshiradigan bojni vaqtida topshirib berolmay, London shahri Vatikanning kontroliga o'tib ketgan. Shunga London shahri Angliyaga tava bo'lmaydi ekan. Vatikan Londonni kontrol qilish orqali Angliyani kontrol qilib olgan. Shunlashqa Angliyaning podshosining amaliy huquqi bo'lmaydi ekan. Amaliy huquq London alayda rayonida bo'ladi ekan. London alayda rayonining xo'jayini yanala Vatikan. Tarixda Vatikan Londonni kontrol qilish, London orqali Angliya davlatini kontrol qilib olish, Angliya davlati orqali Washington DC'ni kontrol qilib olgan. Washington DC orqali Amerika davlatini kontrol qilib olgan. Jarayon mana shundaq. Trump efendim qonun yo'l orqali 34 konteyner, yuk qachilaydigan konteyner. 34 konteyner oltin pullarni qaytarib olgan. Bu oltin pul xazinalar dunyo iqtisodining qancha %ni egallaydi, hozircha noma'lum. Ko'rinishda London dunyo iqtisodi markazida ko'ringan bilan amaliyotda dunyo iqtisodi markazi Vatikan. Vatikan London bankasida mashg'ulot ilib borganligi uchun dunyo iqtisodining markazi Londonda ko'ringan. Haqiqiy parda kayindagi qarqul bo'lsa, yanala Vatikan. 2017-yili Trump efendimni hukumat beshiga chiqib qilishni faqat o'ylamagan. Shuning bilan bu parda kayindagi qor kuchlar qatparoq bo'lishib ketgan. Aslida ular Hillary Clinton xonim hukumat beshiga chiqdi deb xotirjam o'tirgan. Trump efendim hukumat beshiga chiqqandan keyin Vatikandagi papalar o'tiramay qilib, prezident Trump efendimni darhol Vatikanga taklif qilgan. Trump efendim Vatikandagi papalarga yaxshi ko'rinmagan. 2019-yili prezident Trump efendim Angliyaning podshosi Elizabeth II bilan ko'rishgan. Angliya bo'lsa Washington DC alayda rayonni iqtidor qilg'uvchisi bo'ladi ekan. Vatikan bo'lsa Angliyaning cho'ng xo'jayini bo'lib hisoblanadi ekan. Shunlashqa Amerika davlatiga prezident bo'lgan odam dastlabda tartib bo'yicha oldi bilan Vatikandagi papalar bilan ko'rishish, uningdan keyin Angliyaning podshosi bilan ko'rishadigan qoidasi bor ekan. Qarqol xo'jayininki xizmatchilari, chaparmanlari, chapanchilari Amerika shirkatini mangdiradigan mas'ul xodimni tanlab bekitgandan keyin Qarqol xo'jayinlar chaqirtib qabul qiladi ekan. Ham Amerika shirkatiga saylangan prezidentni Vatikan va Angliyaga taklif qilib, o'zlarini Amerika prezidentiga tonitib qo'ydi ekan. Akan qarg'ay biz bo'lamiz deydi ekan. Natijada bularning ko'ziga prezident Trump efendim yaxshi ko'rinmagandan keyin 2017-yildan boshlab prezident Trump efendimga har xil bisimlar, har xil putli qashanglar paydo bo'lib, ko'migan kunni ko'rsatgan. Trump efendim bu qarqol guruhlar o'tirsida ko'p qitimliq tirkishish, yo'l qo'yish, talash tortish degandek nurg'un ishlar o'tib ketibdi. Lekin Amerika xalqining biladiğini faqat media yuzidagi so'lchi kuchlarning tashviqoti. Vatikanning ulug'vor plani bo'lsa, London alayda rayoni Washington DC alayda rayoni orqali yangi dunyo tartibini qurib chiqmoqchi ekan. Vatikan Angliya alayda rayoni Washington DC alayda rayonining modelini butun dunyoga barpo qilib, butun dunyoni kontrol qilish, mana bu yangi dunyo tartib qoidasi deb atildi ekan. Shundaqdimi Rothschild oilasining planiga to'g'ri keldi ekan. Biz hozir konu dunyoda yashab yetibdik. Hamda prezident Trump efendim huquqni Joe Bidenga topshirib bermay, nima uchun harbiy tarafga topshirib berdi deganda, Amerikaning hukumat to'rbitidan 1-oyning 24-kundan boshlab bir qonun o'zining rolini joriy qilishga boshlabdi. Bu bo'lsa-mu aksiga keltirish qonuni ekan. Bunda aytganda haqiqatni aksiga keltirish. Bu qonunni Amerika hukumat to'rbitidan topqini bo'ladi ekan. Bu qonun o'zining funksiyonlik rolini joriy qilgan kundan boshlab Amerika Mudofaa armiyasi prezident Trump efendimning boshqarishida bo'ladi ekan. Agar bu qonun harakatga o'tmagan bo'lsa, Amerika Mudofaa armiyasi har qaysi shtatlarning boshqarishida bo'ladi ekan. Hozir Amerika davlat mudofaa armiyasiga
Prezident Trump efendim qo'mondonlik qilib etibdi. Bu amaliyotgan. Prezident Trump efendim huquqni topshirib bermasa, qonun jihatda hech kim Prezident Trump efendimning huquqini ololmaydi ekan. Hozirgi ahvol bo'lsa, Prezident Trump efendim o'zligidan Oqsaroyni tashlab chiqib ketib, o'zining hozirgi ishxonasida ish bajarib etibdi. Joe Biden efendimning Oqsaroyga kirib o'tirishi 1871-yili Amerika DC'da qurilgan Amerika shirkati Joe Biden efendimning qo'lida vayron bo'lishgan. Trump efendim vayron bo'lish oldida turayotgan Amerika shirkatini Joe Biden efendimga tashlab beribdi. 2018-yili Prezident Trump efendim bir qonunga imzo atgan ekan. Bu bo'lsa-mu to'planchilarga qarshi turish qonuni. Bu qonunning asosli mazmuni chet el kuchlari Amerikaning ichki ishlariga aralashsa, shu kuchlarning Amerikadagi butun mol bisotlari musodara qilindi ekan. Bir qism kuzatuvchilar Amerika saylimiga Xitoy davlati aralashibdi. Xitoyning Amerikadagi mol dunyolarini musodara qiladi ekan deb o'ylagan. Amerikadagi Xitoyning mol dunyolarini musodara qilish Prezident Trump efendim qilmoqchi bo'lgan eng cho'ng ulug'vor ishning ichidagi bir kichik ishga to'g'ri keldi ekan. Prezident Trump efendimning asosli nishoni bo'lsa, Amerikani kontrol qilib olgan parda keyindagi kuchlarning adibini berishgan. Bu parda keyindagi kuchlarning adibini bermasa, Prezident Trump efendim Xitoy davlatining adibini har qancha bersimi, Xitoy davlati aldirab yiqilib qolmaydi ekan. Chunki Xitoy davlatiga energiya yetkazib beradigan parda keyindagi kuch bilan hisob daftar qilish kerak ekan. Prezident Trump efendim Xitoy kommunist hokimiyati bilan aldirab tirkashmaslikka sabab bo'lsa, bularning keyinda zo'r bir suiqasd kuchning borlig'ini biladi ekan. U bo'lsa-mu hozirgi Vatikan. Shunga Prezident Trump efendim masalani hal qilish uchun oldi bilan buning yiltizdan hal qilish planini tuzgan ekan. Shunga Xitoy davlatini vujuqtirish uchun oldi bilan Amerika davlatini kontrol qilib olgan parda keyindagi qarqol suiqasd guruhini yo'qotish kerak ekan. Shunga Prezident Trump efendimning imzo qo'ygan 2018-yildagi chet el kuchlariga qarshi turish qonuni, ya'ni to'planchilarga qarshi turish qonuni tegi taktidan Vatikanni jo'ndash uchun tuzilgan qonun ekan. Chunki Vatikan Angliya orqali Amerikani kontrol qilib turgan va Amerika davlatining ichki ishlariga aralashadi ekan. Shunga Prezident Trump efendim askar chiqarib, Washington DC alayda rayonini qurshab qo'yibdi. Washington DC alayda rayonining qurshab qo'ygan chet cho'rilari davlat chegarasi bo'lib hisoblanadi ekan. Shunga Washington DC bo'lsa hamda chet elning zimini bo'lib hisoblanadi ekan. Amerika deb atalmaydi ekan. Ya'ni Amerika DC'dagi Oqsaroy, Amerika Kongressi hammasi chet el davlatiga aylanib qoldi. Amerika Kongressidagi ichayotgan yig'inlar, Oqsaroyda chiqarayotgan qaror buyruqlar hammasi Amerika davlati bilan munosabati yo'q ekan. Joe Biden efendim bo'lsa, chet el ziminida turib, Amerika davlatini boshqaraman, Amerika hukumatining boshlig'i bo'ldim deb qasam berib, prezident bo'lishning o'zi bu Amerika davlatiga nisbatan siyosiy o'zgarish qilgan bo'lib hisoblanadi ekan. Biz deb o'tgan Oqsaroy organi bo'lsin, Amerika Kongressi, davlat majlisi bo'lsin, chet el zimini bo'lib hisoblanadi. Shunga Prezident Trump efendim aksiga keltirish qonuni bo'yicha chet el kuchlarining mol-mulkini rejim ostiga elish qonunliq to'g'ri yo'l bo'ladi ekan. Shunga Prezident Trump efendim sabirchanlik bilan 1-oyning 20-kunining yetib kelishini saqlab turgan ekan. Prezident Trump efendimga nisbatan chet el kuchlari chet el rayonida turib, Amerika davlatining ichki ishlariga aralashgan. Bu po'latdek isbot. Endi Prezident Trump efendim Oqsaroy bo'lsin, Amerika davlat kongressi bo'lsin, hammani tutqun qilibdi. Ana bu sebepten Prezident Trump efendim Washington DC şehrinden çıkıp ketken yeri şu ekan. Trump efendim Washington'dan ayrılış aldida qo'shlishish nutqisi so'zlab, bu so'zida biz boshqa bir usul bilan qaytib kelamiz degan yeri shu. Prezident Trump efendim uzunga bormay qaytib kelishi muqarrar. Amerika Kongresining va Oqsaroyning ma'muriy huquqlari mushu 2 kvadrat kilometr ichidan chiqib ketolmaydi ekan. Lekin Amerika davlatidagi solchi medialarning tashviqot so'zlari Amerika xalqini bir mazgil qaymoqtirishi mumkin ekan. Bu uzunga bormaydi ekan. Tunugundan buyon Amerika shirkatining vayron bo'ladigan dalil isbot hujjatlari oshkorlanib etibdi. Aslida qarz beruvchilar qarz berish orqali Amerika davlatini kontrol qilib oldi desak, shu vaqtdagi qarz bergan pullar oltin bilan teng mangdi ekan. 1 Amerika dollari 1 Amerika dollarga loyiq oltinga tegishli ekan. Kim pul berib turgan bankirlarning suiqasdi orqali Amerikaga berib turgan pullarni birdamdilam yo'q chiqarib etib, Amerika davlatiga pulni biz besib beramiz, pulni biz ta'minlab beramiz deyish orqali pul bilan oltinning munosabatini orib etgan ekan. Shuning bilan Amerika xalqining bankka qo'ygan oltinni
bankirlar akitib, qog'oz pul tutqizib qo'ygan. 1933 yildan boshlab oltin bilan pulning munosabatini ayirib etib, Amerika xalqining mol-mulkini aldab ketgan. Prezident Trump apandim bu suiqasdchilarning suiqasdini ichib tashlab, qonun jihatda Amerika xalqi haqdor egisi bo'lib hisoblanadi ekan. Ekspluatatsiya qilinib ketgan Amerika xalqining haqqini oltin qiymatida Amerika xalqiga qaytarib berishga to'g'ri keladi ekan. Amerika şirketining vayron bo'lish delosi bultur 10-oyning 14-kuni delo turg'izilib, bu yil 1-oyning 7-kuni soti oxirlashibdi ekan. Bu yil 1-oyning 8-kuni Amerika şirketi sotqa yana qaytadan tortilib, 2021-yili 2-oyning 12-kuni sot oxirlashidi ekan. Qarzdor Amerika şirketi bo'lib hisoblanadi ekan. Qonuniy jihatda 2021-yili 2-oyning 12-kuni Amerika şirketining butun vazifasi amaldan qoladi ekan. Mushu vaziyat bo'yicha ishlar taraqqisa, 3-oyning 4-kuni Trump apandim qaytadan Amerika Cumhuriyetining prezidenti bo'ladi ekan. Amerika hukumati qarzni qaytarib olishda Angliya, Vatikan bo'lib qolmasdan Xitoy davlatiga mo tutishidi ekan. Berlin shahriga mo tutishidi ekan. Hozir prezident Trump apandimning qo'lida Amerika armiyasilar bo'lib qolmasdan olam armiyasi mo Trump apandimning buyrug'iga tayyor ekan. Hozir Amerikada Trump apandim eng kuchli, eng qudratli bir shaxsiy bo'lib hisoblanadi ekan. Bugundan beri Washington Oqsaroyda tok rasmiy uzilibdi. Washington Oqsaroy qorong'ulikqa duch kelibdi. Ba'zi kishilarning deyishicha Washington Oqsaroyning ustidagi Amerika bayrog'i mo ilinib ketibdi. Bu demak, parda keyindagi kuchlar suiqasdchi guruhlarning mag'lub bo'lgan belgisi ekan.